Şu an bu kartadan so'rab ko'ramiz. Bu videoni ko'rganlarga nima demoqchi? Bilinchiz to'laligini, ya'ni bilinch ichingiz to'laligini aytyapti. Ya'ni ko'p narsa o'ylab, ko'p narsa tushunayotgan bo'lishingiz mumkin yoki bilinch ichingiz to'la bo'lishi mumkin. Bundan yorug'lanma, shifolanma, bilinch ichingizda, ya'ni bilinch bo'ladi inson. Mana bilinchimiz bor-ku. Buni ichida shifolanma bo'lishini ko'rsatyapti. Va yaratovchiligingiz ortishini berib o'tdi. Yaratovchiligingiz ortadi. Masalan, hobbilar qilishingiz yoki uyda, огородda yoki ishda nimadir olib tikishingiz yoki hobbi qilishingiz yoki ishda nimadir yaratishingiz yoki ishda aksionlar kelishi, ya'ni yaratovchiligingiz ortishi ko'rinyapti va ba'zi birlar homilador bo'lamanmi deyotganlar bo'lsa, bo'lishingizni ham aytyapti bu yerda. Yana nima deydi bizga? Hamma yoqda kontrolda tutishga harakat qilma. Ya'ni hech narsa bizni kontrolimizda bo'lmaydi. Biroz kontroldan chiqishimiz kerak. Yo o'zingizni kontrol qilyapsiz yoki boshqalar kontrol qilyapsiz. Ya'ni bunlardan chiqishingiz kerakligini aytyapti. Ya'ni bu narsa bo'lmaydi. Yaratuvchi bo'l, kontrolchi bo'lma dedi. Ya'ni hamma narsani farqiga borishingiz, balki eshitmagan, bilmagan, ko'rmagan narsalaringiz bo'lsa, bunlarni farqiga borishingiz ko'rinyapti. Ya'ni balki farqiga bormagan narsangiz bordir, balki eringiz haqida, balki farzandingiz haqida yoki o'zingiz haqingizda. Ya'ni farqiga bormayotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, kontrolchisan deyapti, kontrolchiligingizni farqiga bormasligingiz mumkin. Bunlarni farqiga borasiz. Yaratuvchidirsiz, balki qo'limdan hech narsa kelmaydi deyotgandirsiz, potensialingiz kuchlidir, balki buni farqiga bormagandingiz, buni farqiga borasiz va bilinchingizni ichida yashirinib turgan, ya'ni qanaqangi yaratuvchiligingiz borsa, farqiga bormagan narsalaringiz borsa, bunlarni farqiga borishingizni ko'rsatyapti. Namoz ham o'qib qoldi bu orada. Va balki bir rahbarga ehtiyojingiz bor, balki bir psixologga ehtiyojingiz bor yoki kattalar gapiga tavsiyasiga quloq solishingizni ham aytyapti. Va ba'zilar farqiga bormagan narsangiz esa sizda ham bir masalan rahbarlik yoki yo'l ko'rsatuvchi shunaqangi vaziyatlaringiz bo'lishi mumkin ekan. Ana shunda o'zingiz ham, hayotingiz ham, ya'ni shifolanishini, yaxshi bo'lishingizni, o'zingizni xursand his qilishingizni, o'zingizni yaxshi his qilishingizni, ya'ni atrofingizni ko'ryapsizmi bu yerda? Hamma yoqda gullar, boshqalar borligini ko'rsatadi. Ya'ni hayotingizni bu holga aylantirish sizni qo'lingizdaligini, faqat buni farqiga bor deyapti. Keyin sizni kimdir kontrol qilayotgan bo'lsa, boya kontrol tushdi uchun aytyapman. Ya'ni kontrol qilinayotganligingizni ham farqiga borishingiz mumkin. Manipulyasiya qilinayotgan bo'lsangiz, buni farqiga borishingiz mumkin. Va yuz tuzilishingizda, sochingizda yoki ishda qayermidir, nimamidir operatsiya qildiraman deyotgan bo'lsangiz yoki yuz go'zalligimni o'zgartiraman deyotgan bo'lsangiz, buni ham qilishingizni ko'rsatyapti. Va sizni kontrol qilayotganlarni ham farqiga borasiz va o'zingizga o'zingiz rahbarlik qilishingizni va bunlardan chiqishingizni ham aytib o'tyapti kartalarimiz.